Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka va opa-singillar, barchangizga xayrli kun tilaymiz. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasiga, ya'ni rasmiy ofisiga yetib kelganmiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yangi umra narxlari necha pul bo'lyapti shiori ostida biz siz obunachilarimizga umra narxlari va shart-sharoitlari qanday, shular haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videomiz boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga mana shu videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Assalomu. Hoji aka, hozirgi kunda ya'ni ziyoratchilarimiz mana hozir ko'payib qoldi. Ya'ni havolar salqin tushib, ziyoratga, ibodatga bormoqchilar soni juda ham ortib boryapti. Albatta. Shuni inobatga olgan holda narxlarimiz Xudo xolasa o'sha tushirib, chiroyli narxlar, chegirma narxlar bo'lyapti deyishgani uchun mana video syomkamizni chiqaryapmiz. Ya'ni hozirgi kunda sentyabr oyiga qaysi sanalarga reyslarimiz bor? Ya'ni to'g'ridan to'g'ri parvozlarimiz. Albatta. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Centrum Holidays aziz obunachilari. Bizda hozirgi kunda xo'p sentyabr oyiga oylarimiz ham mana Xudo xolasa yaqinlashib boryapti. Xo'p, sentyabr oyiga reyslarimiz bor. Bular Farg'ona, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlardan reyslarimiz bor. Xo'p, sanalarini ham aytib o'tib ketamiz. Xo'p, 26-sentyabrga Farg'ona Jidda yo'nalishida reysimiz bor. Joylarimiz bor, telefon qilishaversin. Xo'p, Namangandan 23 hamda 28-sentyabrga joylarimiz bor. Bunga ham telefon qilishaversin. 25 hamda 30-sentyabrga Primoy Toshkent Jidda reyslarimiz bor. Albatta Centrum Air samolyotlarida ozuqatlari ichida 14 kunlik umra safarimizda joylarimiz bor. Bemalol telefon qilishaversin. Xo'p, qo'shimchasiga oktyabr oyiga ham qabullarni ochiq deb e'lon qilamiz. Xohlagan sanalarga oktyabr oyini 2-oktyabrdan 31-oktyabrgacha xo'p reyslarimiz bor. Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent aeroportlaridan reyslarimiz bor. Xohlagan sanalariga o'zlariga bron qilib quyidagi raqamlarga telefon qilishsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Eng asosiysi, musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ham ota-onasini va oila a'zolarini xursand qilmoqchi bo'lganlar, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni bron qilishingizni so'rab qolamiz do'stlar. Xo'p, Hoji aka, hozirgi kunda gostinitsa oraliq masofalari va oziq-ovqatlar haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p, gostinitsalarimiz oraliq masofalari Madinada 100-150 metrda bo'ladi. Xo'p, Makkada esa 700 metrdan 1 kilometrgacha bo'ladi. 24 soat avtobus xizmatimiz bor. Bemalol foydalansa, bepul avtobus xizmatlarimiz bor. Xohlagan odam piyoda, yosh kattalar bo'lsa, bemalol avtobusdan foydalansa bo'laveradi. Demak, gostinitsa oraliq masofalari juda ham yaqin. Yaqin, albatta. Xudo xolasa. Bundan tashqari taomlarimiz-chi? Taomlarimiz o'zbek milliy taomlar bo'ladi. 11 kun Makkada 3 mahal, 3 kun Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari O'zbekiston povurlar tomonidan Xudo xolasa tortiq qilinadi. Xudo xolasa. Albatta. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, Centrum Holidays bu siz uchun yagona tanlov bo'ladi. Sababi sizga biz ishonchli va litsenziyaga ega tur firmani yoritib boryapmiz. Yana ham to'liqroq ma'lumotlar quyidagi raqamlarda bo'ladi. Bemalol bog'lanib, o'zingizga ma'qul kelgan sanalarga joyingizni bron qilishingiz mumkin. Xo'p, hozirgi kunda Hoji aka narxini aytib o'tib ketsa, ya'ni sentyabr va oktyabr oylariga narxlarimiz necha pul etib belgilandi? Albatta, 12 ta viloyatga sentyabr oyiga $1000 qilib beramiz. Xo'p, oktyabr oyiga ham 12 ta viloyatdan bemalol telefon qilishaversin, $1100 dan qilib beramiz. Xohlagan sanalarga reyslari bor. Xudo xolasa. Albatta. Ya'ni hurmatli obunachilar, Toshkent, Farg'ona, Namangan, Andijon yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan to'g'ri parvozlar, ya'ni Centrum Air samolyotlarida parvozlarda amalga oshiriladi. Biz sizga ishonchlisini ko'rsatamiz. Tanlov qilish o'z qo'lingizda. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'lanib, o'z joyingizni bron qilishingiz mumkin. Xo'p, Hoji aka, hozirgi kunda misol uchun 5 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta bitta oiladan yoki yori birodarlar, qo'ni-qo'shni, sinfdoshlar shular chiqadigan bo'lsa, qanday bonus va chegirmalar qilib beriladi? Xo'p, 5 kishidan bitta oiladan bo'lib qolsa, katta chegirma qilib beramiz. Agar 15 kishi, 35 kishi bo'ladigan sinfdoshlar guruhasi, qarindoshlar guruhasidan bo'lib boradiganlar bo'lsa, niyat qilganlar bo'lsa, 35 kishiga bir dona 36-odamni bepul qilib beramiz. Ya'ni 36-odamni bepul qilib beramiz. Albatta. Bonus sifatida. Albatta. Hurmatli obunachilar, gazini bosamiz. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina
siz obunachilarimizga, ya'ni Umra ziyorati obunachilariga maxsus videorolik bo'lyapti. Xo'p, bundan tashqari sayohatlarimiz qanday bo'ladi, Xo'p, hozir? sayohatlarimiz ham bor. Xo'p, Madinada ham bir qancha sayohatlarga chiqamiz. Makkada ham bir qancha sayohatlar hamda Qizil dengiz uni qo'shimchasiga Toyif shahriga ham ziyoratlarimiz bor. Bemalol ham ziyorat, ham tavof, ham ibodat qilib kelishlari mumkin. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, kommentariyaga niyat qildim. Inshaalloh bizga ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda Umra ziyoratlariga ibodat qilib kelishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Bizni kuzatib boring. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga. Rahmat.